Odamlarga hayron qolaman. Ipotekaga uy xarid qilmoqchi bo'lishadi. Nima kerak sizga ipoteka savol? Ipotekani olish tartibini ko'rib chiqsak agar, oddiy bir ipoteka olmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda 25% dan 30% gacha boshlang'ich to'lovingiz kerak bo'ladi. O'sha boshlang'ich to'lovingiz bo'lsa ham rasmiy oylik shaqqingiz kerak bo'ladi. Rasmiy oylik shaqqingiz to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Ipotechni, ya'ni kreditni istoringiz yaxshi bo'lishi kerak bo'ladi. Bir nechta jarayon bor. Agarda oylik shaqqingiz bo'lmasa, rasmiy shaqqingiz bo'lmasa, siz 50% boshlang'ich to'lov to'lashingiz kerak bo'ladi. Buyog'i bosh og'risi juda ham ko'p. Yetmaganiga buni foizi ham bor. Oddiy bir 500 million so'm uyingiz 10 yil ichida 1 milliard qanchaga aylanib ketadi-da, u aniq summada u. Nimaga kerak sizga? Shuning uchun xonadon xarid qilmoqchi bo'lganlar, tez orada ko'chmoqchi bo'lganlar, xonadon izlayotganlarga hamyonbop bo'lib to'lashi bor hamda foizsiz taklifimiz. Mana ushbu ko'rayotgan binoyingizda joylashgan ushbu xonadonlarimiz. Bu xonadonlarimiz hozir mana fasad ishi boshlanganmizdir. Xudo xolasa 26 boshida yanvar-fevral oylarida o'sha topshiramiz hamma egalariga, xudo xolasa. Bu obyektimizda birinchi qavatlari magazin, fasadi xuddi shunaqa oq-qora kafel, kafelning orqasida bazalit uti plitasiga paket bo'ladi. Undan keyin g'isht devor. Xo'p, ushbu obyektimizni aytib o'tganimizdek yanvar-fevral oylarida topshiramiz o'z egalariga. Yanvar-fevral oylarida yoki dekabr oyida ham shunday remontni boshlasangiz bo'ladi bemalol. Yanvar-fevral oyida biz umumiy qilib chiqib ketamiz bu yerdan, topshirib egalariga topshirib chiqib ketamiz. Dekabrda bemalol remontni boshlasangiz bo'ladi. Dekabr oyida xonalarni bo'lib, remontga tayyor qilib qo'yamiz. Remont qilishingizga tayyor qilib qo'yamiz. Xo'p, ipoteka oldimmi, bu yoqdan xonadon oldimmi? Asosiy farqi nimada? Agar ipoteka olayotgan bo'lsangiz, tushuntirib berganim bo'yicha, foiz, rasmiy oylik shaqqi, boshlang'ich to'lov kamida 30 yoki 50% bo'lishi kerak. Asosiy jihatlar shu, ya'ni bu holatda xonadon olish sal murakkabroq bo'ladi. Xo'p, endi men sizga berayotgan taklif qanaqa bo'lsin? 30% kamida boshlang'ich to'lov to'lang. Rasmiy oylik ham so'ramaymiz. Odam bo'lsa bo'ldi, pasporti bo'lsa bo'ldi. Oylik to'lovini to'lovsa bo'ldi. Pul bo'lsa bo'ldi, qo'pol qilib aytganda. 30% boshlang'ich to'lov to'lang. Qolganini 2,5 yilga halol muddatli to'lov, ya'ni nasiya sifatida расчет qiling. 2,5 yilda qarabsizki, uyingizni to'lab olasiz, zato uy qoladi. Foizsiz olasiz. Narxi ham hamyonbop, narxi ham chiroyli. Ushbu xonadonlarimizni hozirgi vaqtda korobka holatda topshiramiz. Korobka olasiz, misol uchun 50 kvadratlik xonadon bo'lsa, bir 5000-6000 dollar qilasiz, tayyor remonti bor. Zato uyingiz aniq bo'ladi. Aniq uy olib qolasiz, ba'zi remontini keyinchalik ham o'ylab olsangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, narxi nechi pul o'zi? Eng qiziqtiradigan joyi kulminatsion jihati desa bo'ladi. Xo'p, 1 metr kvadratimizni 6 million 700 ming so'mdan deyapmiz. 6 million 700 ming so'mdan. Boshiga kamida 30% to'lang. Agar to'lovingiz 30% dan ko'p bo'lsa, yana kelishtirib beramiz. Xo'p, boshida 30% to'lab, 1 metr kvadratini 6 million 700 ming so'mdan olib va qolgan qismini 30 oyga halol nasiya sifatida bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Bemalol. O'rtacha oylik to'lovlaringiz agar 2 xonalikni hisoblab chiqsak agar 8 million 9 million atrofida tushadi. Sizga ko'p tuyulishi mumkin oylik to'lov, lekin yo'q. Asosiy jihatlarga e'tibor bering. Foizsiz, tez orada topshiriladi hamda bir oddiy bir uycha ham emas-da bu. Fasadini ko'ring o'zi. Fasadini o'zi bildirib turibdi-da, seryozni narsaligini bildirib turibdi bu. Sharoitlardan aytib o'tsak agar, oldida maktab, bog'cha, poliklinika, magazin, hamma narsa bor. Shunday kompleksimizning shunday orqasida, o'sha domni orqasida desam ham bo'ladi. 82-maktab bor. O'sha bolangiz qo'yaverasiz, o'sha peshkom o'tadi. Katta ko'chadan o'tmaydi, sarsongarchilik ko'rmaydi. Kerak bo'lsa, bolangizni derazadan qarab o'tirasiz maktabdan. Nima qilyapti, qayerda u, nima qilyapti. Ko'nglingiz xotirjam bo'ladi bemalol. Bog'chasi ham oldida. Bog'chasiga shu 2 minutlik yo'l. Podyezddan chiqasiz, 2 minutda o'z bog'chadasiz. 2 minutdan keyin o'z maktabdasiz. Hamma qulayliklar bor, sharoiti bor. Uydagilaringizmi, boshqa odammi, farzandlaringiz olib bemalol bog'chaga qo'yib ishlarini qilaveradi. Yoki bolangiz, farzandingiz o'ziga uyning kalitini bersangiz, maktabdan chiqib bemalol kelaveradi. Ortiqcha vaqt saqlab o'tirmaysiz farzandingizga. Ya'ni qo'shimcha vaqt talab qilinmaydi. Hamma qulayliklari borligi uchun. Xo'p, endilikda atrofini bir tushuntirib berib o'tsam, bu yerda bizni qiladigan ishlarimiz nima qoladi?
Xo'p, mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yo'llarni polностью asfalt qilib beramiz. Bu bizni bo'ynimizda. Bu oddiy bir toshloq ekan, unaqa ekan, bunaqa negativlar yozib tashlamanglar. Bu albatta qilinadigan ish. Bu bizni bo'ynimizda. Loyiha bo'yicha buyog'ini biz asfalt qilib beramiz. Magazinlarni chiroyli qilib, akkuratli qilib beramiz albatta. Bu magazinlar ham deyarli sotilgan. Agar magazin olmoqchi bo'lsangiz, bir aloqaga chiqing, kelishamiz. 1000 dan nepmiz kvadratini kelishadigan joyi bor. Endi boshlanish to'loviga qarab chiroyli qilib beramiz. Yer polni asfalt bo'ladi. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana shu qator butunlay magazin. Qatorasiga magazin tushadi. Bu yer Qorasuvni markazi bo'ladi. Chunki mana shu yerning o'zida kamida 40-50 ta magazin bor. Bozorcha ham desa bo'ladi. Bemalol. Bundan ham markazroq joy yo'q Qorasuvda. Bundan ham markazroq bo'ladigan joy yo'q hozircha. Markazlarning markazi sheram bo'ladi, 100%. Brat, qisqa qilib aytganda, boshlanish to'lovingiz bor. Xonadon xarid qilmoqchisiz. Agar boshlanish to'loviga kamida $10,000 dan yoki 120 million so'mdan boshlab pulingiz bo'lsa, 120 millionmi, 10 mingmi, 5 mingmi, 20 ming va xonadon olmoqchi bo'lsangiz, keling, variantni ko'rsatib, ma'qul bo'lsa ko'ring, savdolashing, hujjatlarni tekshiring, uyni ko'ring, sifatini tekshiring, loyihasini ko'ring. Ko'nglingiz 100% jiz qilishiga va'da bera olaman. Marhamat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like va podpiska bosishni unutmasin. Xayr.